Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve berekatuh. Azizlar, bugungi kunda hech kimga sir bo'lmay qoldiki, bugungi kunda tobora tuballashib borayotgan, dindan uzoqlashtirilgach, bir islomdan bir hikmatlarni o'rganishlikdan mahrum qilib borilingan bu xalqimiz tobora tubanlik sari jarlikka qulab borayotgan bir paytda ularni isloh qilishligi mumkin bo'lgan azizlarda ularga ta'sir doirasi juda kuchli bo'lgan ozgina hikmatli suhbati bilan har qanday davradagi kishilarni hayot turmush tarzini o'zgartirib tashlashlikka qodir bo'lgan azizlarimiz 27 yildirki qamoqxonalardan chiqarilmayapti. Ulardan chiqqanlarini ham juda ko'pchiligi og'ir kasalliklar bilan chiqqan, u yerdagi mashaqqatlarni chekkan odamlar, birodarlarimiz chiqib uzoq yashamadilar, o'tib ketdilar. Juda aksarlari bir yil, 2 yil og'ir kasalliklar bilan chiqqanlari bir davolanish davrida o'lib ketishdi. Meni maqsadim ular bilan shu tikonli sim ortida ularni hikmatli so'zlarini eshitganman. Shahid bo'lib ketgan, o'ldirib yuborilgan, shahid qilingan yigitlarni shunaqangi hikmatli so'zlarini siz azizlarga yetkazsak, zora hayotinglarda biron bir o'git bo'lib xizmat qilib, hayot maydonida turmush tarzingizni o'zgartirishligiga sabab bo'ladigan ularning so'zini yetkazsam, zora u shahid bo'lib ketgan birodarlarimizni amal daftariga o'zlari o'tgandan keyin ham bir yaxshilik yetarmikin degan niyat bilan birodarchilik rishtasini uzilgan bo'lsa ham, bu dunyoda uzilgan bo'lsa ham, oxiratda yana birga bo'lishlik qasdi bilan ularni yaxshi ko'ramiz, ularda fikrlarini sizlarga yetkazishlik bilan ularda oldidagi shahid bo'lib ketganlarda oldidagi bizni burchimizni ado etgan bo'lamiz inshaalloh. Shunday yigitlardan biri men bilan yonma-yon yotardi. U og'ir kasallikka chalinib qoldi. Juda mashaqqatli zulm zahmatlarni ko'rdi. Bir og'ir kasallik, ya'ni rak kasaliga chalinib qolgan. Lekin davolanish imkoni yo'q. Ko'z o'ngimda shunaqa bir juda qattiq qiyinchilikni o'tayotganligini his qilardim. Tunlari o'rinlaridan turib sajdaga bosh qo'yib, kechasi shu 2-3larda sajdaga bosh qo'yganini ko'rsam, uxlab qoldimmikin deb o'ylardim. Keyin yoki mana kasallik tufayli biron narsa bo'ldimikin deb xavotirlanib sekin pastga tushsam, bezovtalanganimni sezardim. Sajdadan bosh ko'tarib Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib turib yana ikkinchi sajdaga ketardilar. Shu yigit bilan ko'p suhbatlashganman. Bu yigit ozodlikka chiqqandan keyin shu kasallikni ortidan uzoq yashamadi. Operatsiyadan keyin o'lib ketdi. Bu rak kasaliga chalinib turib tashqariga chiqqandan keyin, operatsiyadan keyin o'tib ketganlar soni ham bir necha barobar ko'payib qoldi o'zi. Juda ko'pchiligi shunaqa u yerda ilashtirilgan og'ir kasalliklar tufayli davriylarda obod qilishlik imkoni bo'lmasdan o'tib ketdilar. Endi meni vazifam shuki, u birodarlar bilan qiyomatda ham birga bo'lishlikni Allohdan so'rab qolaman. Yaxshi o'rinlarda birga bo'lishligini so'rab qolaman. Ularning gunohlarini Allohim afv etishligini tilab haqqiga duolar qilaman. Va ularning hikmatli so'zlarini o'zlari o'tib ketgan bo'lsa-da, men o'zimga omonat sanab turib sizlarga yetkazib berishlik bilan zora sizlarda turmush tarzinglarda ba'zi bir boshinglarda changallab qolgan muammolar shu tufayli yechilib ketsa degan umid bilan ularning so'zlarini yetkazishga harakat qilamiz. Ularning noma'yi amaliga
biron narsa o'tgandan keyin ham yetib borishligida hissamiz tekkan bo'lsa, alhamdulillah bizning maqsadimiz hosil bo'lgan bo'ladi. Aziz birodarlar, bu yigitni hikmatli so'zlaridan sizlarga yetkazar ekanman. Sizlarda hayotingizda dasturul amal bo'lib qolishligi mumkin bo'lgan, hayotinglardagi juda ko'p mashaqqatlarga bir yechim sifatida, yechim olish imkoni sifatida bu suhbatimiz manfaatli bo'lishligini, ularda so'zi o'zlari o'tib ketgandan keyin ham hayot maydonida kimidir tarbiyasiga, kimidir boshini changallab turgan muammosini yechimiga sabab bo'lsa, savoblar yetib bir ajrlansa, hissamizni shu narsaga qo'shsak degan niyat bilan biz suhbatni qilib turamiz, davomli qilamiz inshaalloh. Bu yigitni bir kuni peshindan keyin edi, og'riq sal to'xtagan paytda suhbatdoshni kim ro'para kelsa shu bilan uzoq suhbatlashardi. Keyin og'riq kuchaygandan keyin sekin joyiga eltib qo'yinardi. Uni bir hikmatli ishi, kechasi tunda namoz o'qisa, og'ir kasalligi tufayli yanimda yo'q bo'lib qoladigan bo'lsa, pastga qarasam pastda namoz o'qiyotgan bo'lardi. Sajdaga bosh qo'yganda uzoqroq qilar edi sajdani. Men o'ylardimki, uxlab qoldi yoki mana bu kasallik tufayli namozda Robbil alaminga omonatini topshirdimmikin degan xavotir bilan sekin bezovtalansam, meni bezovtalanganligimni sezib turib, Allohu akbar deb qaddini rostlab, yana sajdaga, ikkinchi sajdaga ketib, meni xotirjam qilardi. Shu ukamiz bilan bir kuni gaplashishlik, uzoqroq gaplashishlik imkoni bo'lib qoldi. Bir shunda ba'zan bir olimlarni eshitamiz suhbatlarini. U olimlarda hikmatli so'zlaridan ta'sirlanib turib, unga amal qilishlikka kirishsak, ikkinchi bir olim odam bu undan ham afzali bor deb aytsa, ikkilanib qolamiz. Shu narsalarda bir sizda qanaqa fikr bor? Biz olimlarning so'zlarini elakdan o'tkazib, o'zimizga manfaatli holatda bir o'zlashtirishligimiz uchun qanday hikmatlarga, qanday bir narsaga e'tibor berishimiz kerak deb savol berdim. Choy ichib o'tirib biroz o'ylandi-da, aka dedi, doribozlarni ko'rganmisiz dedi. Endi yoshlikdan doribozlarni ko'rib katta bo'lganmiz. Qishlog'imizga dori keldi desa, yugurib chiqib to tugaguncha shuni tomosha qilardik. U paytda telefonlar yo'q. U paytda odamni juda jalb qilib qo'yishligi mumkin bo'lgan narsalar yo'q. Shu bir qishlog'imizga doribozlar kelar edi-da, u paytda dorilar baland bo'lardi. Bir doribozlarni nimasini tomosha qilganmiz dedim. Aka, shu doribozlarda e'tibor bersangiz, hech qanday vositasiz sim ustida bir tarafdan ikkinchi chig'iriq bo'lgan, bayroq bo'lgan ikkinchi tarafga o'tishligi juda qiyin. O'tolmaydi ham. Bironta doriboz o'tolmaydi vositasi bo'lmasa. Uni vositasi bizda langar cho'p deb aytilinadi. Langar cho'p deb doribozlarni eslasanglar, hozir ham ishlatishadi uni. Uzun tayog'i bo'ladi-da. Shuni mahkam ushlab turib, ikki qo'lida asta-sekinlik bilan qadamma-qadam yurib turib, nari chekkaga o'tib oladi. Xuddi shuni eslatdi. Agar bu doribozlarda o'sha vositasini, yog'ochini, o'sha langar cho'pini olib qo'ysa, nariga qirg'oqqa o'tishligi juda mumkin emas ish bo'lib qoladi dedi. Lekin langar cho'pni men mana shu
bu birinchi boshlanish nuqtasidan narigi nuqtasiga yetgunga davr ishini shu o'tib olishligini, langar cho'pda muvozanatni buzmasdan o'tib ketishligini men odamlarda tug'ilib o'lguncha bo'lgan hayotiga o'xshataman dedi. Hikmatli gapirar edi. Endi bu dorbozni bunaqa qanday endi tushunsa bo'ladi, endi qaysi jihati bizga ahamiyatli deb kuzatib turdim. U choyidan ho'pladi. Bir keyin bu shundayki aka dedi. A nuqtadan B nuqtaga harakatlanayotgan dorboz qo'lidagi langar cho'pni o'ng tarafga ko'proq og'diraversa, o'ng tarafga yiqiladi. Chap tarafga og'diraversa, chap tarafga yiqiladi. U to'ppa-to'g'ri ushagan holatda muvozanatini shunga moslab turib harakat qilsa, ikki tarafga ham og'dirmasdan to'g'ri ushab turib harakat qilsa, o'z manziliga salomat yetib boradi dedi. Mo'minlarda, musulmonlarda iymon keltirgandan keyin shariat asosida yashashligi shu A nuqtadan B nuqtaga o'tayotgan dorbozni harakatiga o'xshaydi aka. Qo'lidagi langar cho'p bo'lsa shariat degani. Shariatda mahkam ushab, u gapirsa, unga e'tibor bersa, ya'ni o'ng tarafga og'ib e'tiborni qaratsa, o'ng tarafga yiqiladi. Chap tarafdagilar sizni shu dindan adashtirib bir narsani gapirsa, langar cho'p chap tarafga og'ganda yiqilgan kabi bo'ladi. Endi o'rtada ushab turib to'g'ri harakat qilishlik, shariatda mahkam ushab turib har qanday kishining gapini, u sallasi kattaroq bo'ladimi, sallasi yo'q bo'ladimi yoki umuman dindan deb gapirayotgan kishilarni darhol gapini qabul qilib olaversangiz, bir tomonlama qarash bo'lib qoladida, langar cho'pi bir tarafga og'ib ketgan kishi kabi sizni halokatga olib borib beradi. Siz har qanday olimning so'zlarini eshitishlikdan to'xtamang, lekin uni shariat asosida tekshirib olib, keyin qadamma-qadam o'zingiz manzilingizga yetib borasiz degani. Bu narsadagi hikmatni men ko'p o'ylandim, dasturul amal bo'ldi. Juda ko'p olimlarimizni suhbatida bo'lamiz. Tashqariga chiqqandan keyin ham juda ko'p olimlarimizni bir ba'zi suhbatlarini eshitamiz. Chiroyli so'zlar bilan esingizni og'dirib qo'yadigan darajada hikmatlar bilan gapirganda, ularning gapini tekshirmasdan amal qilishlikka kirib ketishlik o'sha langar cho'pni bir tarafga og'ib ketishligiga o'xshaydi va qulatadi sizni. Ukamizni shu gapi meni hayotim uchun dasturul amal bo'lib qolgan. Biz azizlarimizni qaysi biridan bir hikmatli so'zlarni eshitsak, qaysi biridan bir Qur'on, hadisdan keltirilgan gaplarni eshitsak, unga Alloh rozi bo'lsin, shunchalar menga ilinib mana shunday hikmatli narsani yetkazdingiz deb aytamizda, shariat asosida gapirildimikin bu gap deb tekshirib amal qilishlikka kelganda, ya'ni qadam qo'yishlikka, mana shu hayot maydonida o'shalarning gapidan keyin shu menga bunga amal qilsam bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'rgangan shariatimiz elagiga solib ko'rib, to'g'ri bo'lsa amal qilamiz, noto'g'ri bo'lsa u birodarimizni to'g'rilashlikka harakat qilamiz. Kechagi gapirgan gapingiz asosi uncha to'g'ri emasga o'xshadi. Men tekshirib ko'rdim. Shuning uchun siz ham bu narsada bir adashib ketmasligingizni
uchun men siz oldingizga keldim deb o'zi bilan gaplashib, ko'pchilikni suhbatini eshitgandan keyin qayta tekshirib ko'rib turib, o'zi bilan ro'para bo'lib turib buni aytib beramiz. Bugungi kunda olimlarimiz shu langar cho'pini mahkam tutsalar bo'lar edi. Bir tarafga og'ib ketib, unga tosh otib, bu tarafga og'ib ketib, bunga tosh otib, unaqa qilishdan o'rniga bu ummat juda ilmga chanqoq. Bu dunyoda qanday yashashlik kerakligi haqida boshi qotibgan muammolar iskanjasiga kirib qolgan bu ummatga bir ilmni, hikmatni yetkazish o'rniga undan chalg'ib turib boshqa mavzular xususida biri ikkinchisiga bir ranjigan namo suhbatlardan ummat charchadi. Ummat o'zini hayotini to'g'ri o'tkazishlikni xohlaydi. Ularga ilm kerak. Ularga Alloh subhanahu va taoloni oyat hadislarini hayot maydonida qaysi ishlarini muammosiga yechim ekanligini bildirishlik kerak bo'lgan paytda boshqa narsa bilan shug'ullanishlik langar cho'pi bor darbozni bir tarafga og'ib ketganda qulashiga o'xshash ne olimlarimiz birin-ketin bir-birini qulatib shu ummatga kerakli hikmatli narsani, yoshlarimizga kerakli hikmatlarni yetkazishlikdan mahrum bo'lib qolyapti. Alloh taolo u Jalol ukamizni, Jizzaxli ukamizni oxiratini obod qilsin. Oxiratda diydor ko'rishlikni nasib qilsin. Biz ular kabi bir hayot maydonida bir o'zini to'g'ri yashashlikni tanlab turib, hayotda ne mashaqqatlar chekkan aziz birodarlarimizni birma-bir suhbatlarini yetkazishlikdan charchamaymiz, yetkazishlikdan to'xtamaymiz to oxirgi nafasimiz bor ekan. Siz azizlarga bu narsani egasi sifatida, omonat sifatida yetkazishlikka harakat qilamiz. Azizlar, biz tashlab qo'yilgan biz musulmonman degan da'voni qilar ekanmiz. Alloh taolo bizni biror daqiqa o'z holimizga tashlab qo'ymasin. Biz mo'minlikni da'vo qilar ekanmiz. Alloh subhanahu va taoloni oldiga bugun yo ertaga qaytib boramiz. Qaytib borganda langar cho'p bermaganmidim? Ya'ni seni har bir ishingga, har bir muammoyingga yechimlar jo'natmaganmidim? O'sha asosda yashashlikdan nima seni to'sdi degan savolga tayyorgarligimiz bo'lsa deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.